Aniq bunaqa Yandex taksi ko'rmagansizlar. Bunaqa Yandexga chiqish klientlarning orzusi bo'lsa kerak. Okeylar qaranglar. Yandex taksida okan mini market ham ochib qo'yibdilar. Yo suvi o'zi yo'q. Hamma neobычный, будто Sprite Cola ekan. Hamma tarafda fransuzskiy taksi naftikalar bor ekan, qaranglar okeylar. Ko'chalarda do'konlardan top bo'lmaydigan hamma suvlar o'tdi ekan. Bloklab qo'yib qo'yibdilar okamlar. Klientga o'tirganda nima udobstvo kerak bo'lsa, hammasi bor ekan. Mana buni ko'rib birinchi okey, nima mashinaga piyo solgansiz, sen ukam bu fransuzskiy napitkasi ko'chadan topa olmaysan dedilar. Konfetlar, jvachkalar, suv, vlajnik hamma narsa bor. Klient o'tirish uchun udobstvoga. Hop. Oldini qaranglar mana. Yo'lida ham suvlar, Mamatga 4 xil atir qo'yib qo'yibdilar. Klientning настроенияsiga qarab atir sepamagan odamiga qarab bo'ptilar. Jvachkalarni qaranglar, jvachkalarning polkasi отдельный ekan. Любой xilidan bor. Firetree, amerikanskiylari ham bor okalar. Bez gazlar mana bitta zdachiga turar ekan. Okalar, shunaqa Yandex taksi ko'rganmisizlar? Sizlar ham agar mashinalarni shunaqa qilib olib yursanglar, ko'pchilik aytadi, biznes bloki tushib qoldi, premier bloki tushib qoldi. Klientlarning o'zi sizlarni biznes primerilarni ochtirib bersa kerak, nima deysalar okalar? Atak okam yomonroq qo'yibdilar, polniy to'ldiribdilar mashinani. Bu mashinaga biz qilib berayotgan ishlar oynan tepasiga vitrayliklarni qo'yib beramiz. Yaqinda yong'inlar olib qo'yila boshlanadi bilasizlar. Eshiklarga yoniga karbonoviy laminatsiya qilib beramiz. Registratorlarni ham ustanov qilib beramiz. Kimga nima kerak bo'lsa olib ketib ko'rasizlar okalar. Bu videoni Yandex stansiyasiga jo'natib qo'yinglar. Ular ham mashinani shunaqa